Angina, ya'ni tangli murtaklari qachon olib tashlanadi va qaysi usulda olingani afzal? Quyidagi 6 ta sabab kuzatilganda tangli murtaklari to'liq olib tashlanadi. Birinchisi, tahlil natijalariga ko'ra revmatizm belgilari aniqlansa. Ikkinchisi, yurakni EKG tekshiruvida patologik o'zgarishlar kuzatilsa. Uchinchisi, buyrak funksiyasida ham tahlil natijalariga ko'ra o'zgarishlar kuzatilsa. To'rtinchisi, so'nggi 2 yil davomida 5 yoki 7 marotaba tanzilit xurujlari kuzatilsa. Beshinchisi, kechasi uxlaganda uyqudagi apnoe, ya'ni nafas to'xtab qolishi xurujlari kuzatilsa. Oltinchisi, yutinganda diskomfortlik yoki yutinish funksiyasini buzilishi kuzatilsa. Tangli murtaklarini qanday usulda olib tashlash juda muhim emas, lekin muhimi uni to'liq kapsulasi bilan olib tashlashda. Shuning uchun eski disseksion usuldami yoki hozirgi zamonaviy kablator yoki lazer yordamidami, muhimi to'liq kapsulasi bilan olishda. Bundan tashqari holatlardagi sizda angina belgilari kuzatilsa, uni lor mutaxassis yordamida konservativ, ya'ni mutaxassis yordamida tangli murtaklarini maxsus antiseptik dorilar bilan yuvish hamda bir qancha fizioterapevtik usullar yordamida davolasa bo'ladi.